Qizlarning ismini aytmanglar. Menga massaj kerak, 8111 Marjona kerak deysizlar. Va kamina men shu yerda turibman. 8111 Marjona deylar. 8111 degani meni nazarga oladi. Guli deganlaring bilan, ikkinchi Marjona deganlaring bilan, birinchi Marjona deganlaring bilan foydasi yo'q. Chunki bu yerga ikkita Marjona bor. Yana bitta Guli degan qizimiz bor. O'sha uchun ham massaj xizmati kerakmi? 8111 Marjona kerak massajchi deysizlar. Jonkalarim sizlar kutamiz. Mana eshikdan shnay kirib kelib, eshikdan shnay kirib kelganlaringda zalda bu tomonda ham skameyka bor. Hozir ko'rsatamiz. Mana. Mana bu ham skameyka bor, ile mana. Bizni ko'timizda tayyor skameyka bor. Shu yerda qizlarimiz turgan bo'ladi. Bizdan boshqa 3 ta qizdan boshqa yana 2 ta qiz bor, 5 ta qiz bor jami. O'sha uchun ham shu eshikdan kirib kelganlaringdan birdaniga. Mana shu eshikdan kirib kelganlaringdan menga massaj xizmati kerak. Qaysi qiz kerak sizga? Kim massaj qilsin desa, 8111 Marjona massaj qilsin deylar. Xo'p jonkalarim, eslanglar chiqmasin. 8111 Marjona asallarim kutaman sizlarni. Hurmatli mijozlar, mana shu eshikdan kirib keladigan paytlaringda shu yerda 3 ta qiz turgan bo'ladi. 3 ta qiz turadigan bo'lsa aytinglar. Menga Guli kerak, Marjona kerak, yana bitta Marjona kerak demaysizlar. Bilasizlarmi?